ichiga 7 ta tosh tavorsang, undan kovlasang, undoq bu hammasi behuda, ahmoqona gaplar bular. Hech narsa. Sumalay bilan shovlani palovni farqi yo'q. Hammasi ovqat. Bo'ldi, uni hech qanaqa ilohiy, ba'zi birlar holvaytar qilish kerak. Ilohiy taom bo'lmaydi. Taom Allohning bermasi bo'ladi. Bu har xil gap. Unga xotinlarning gapi bor, bunga qatlama qilish kerak, bunga hammasi bidat, gunoh gaplar bular. Hech qanaqa u ovqat tamom bismillah deysiz, sumalaydi, quvvat bo'ladi bu. Uni xotinlar, tug'magan xotinlar kovlasa bola bo'lar ekan, hammasi behuda gaplar. Hammasi. Bolani Alloh beradi. Sumalay bermaydi. Alloh beradi. Faqat iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Unaqa nimalarni qilmaslik kerak. Men ko'rib qolaman-da, sen ham kovla, 7 marta kovlasang gunohing kechiriladi. Bekor aytibsan. 50 marta kovlasang ham kechiriladi. Tavba qilasan kechiriladi. U kovlaverasan hech narsa bo'lmaysan. Qilaver, lekin uni pishirish ishni hamma joyda